hozir Elmurod akam chiqdilar. Shu kishining yonida yana bir inson bor. Shuni e'lon qilib qo'yishim kerak bo'lyapti. Shu kunlarda har xil gaplar bo'ldi. Yaxshisidan yomoni ko'p bo'ldi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham jigar bu jigar. Barmog'ini kesib tasholmaysan. Xuddi shu singari men uchun aziz bo'lgan bir inson bor. Bu akamiz rosa qiynashdi, ko'p siqildi. Shu insonni men davramizga chaqirsam, Sherali Jo'rayevning yana bitta o'g'li, yana bitta Jo'rayev. Zohirshoh Jo'rayev. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun akamni bir yaxshi kunida yig'ilibsizlar. Men o'zi hayotimda 2 dona ustozim bo'lgan. Otam menga yo'l ko'rsatgan bo'lsa, akam mehnat qilib mana shu ashula chiqgan odam shu odam bo'ldi. Sen menga suyanaysan, faqat esla, yig'layman.